Oggi guarda che la foglia. La cacca bugiava. Yomdani balki menim aylanar qoldi. Keçi setleri olsa. Harekası diyorsa. Español. Assalamu alaikum.
Assalomu alaykum. Alo, Fırat Bezi bu. Ülkeç kurulsa. Böyle var ya. Bir filmde ses gelir. Ya bir de sen yakın ne? Sırası tarkat var orada. Hangi zavçısı bo'larkan? Okey. Ular endi o'tdi. Mana kelib jeb qo'ydi. Yo'da o'sha qarab. Axir tarqatib yuboringlar.
Çıkarıyor biraz. Gelişti bu da ne? Ha, gelin ama. Nasıl gibi hayvan izliyor? Zargı. Mikrofonu almışız. Gelin. Selamünaleyküm. Evet. Çakırı. Neyim ben? Nereye? Bu tür var mı sen? Evet, tur var. Geliyle. Selamünaleyküm. Çakır var bir Bülent tipi yap. Ona mı? أسيرنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Avvalo Alloh subhanahu va taologa hamd va sano, Janob Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Allohim barchalarimizni bugun
faziletli günlerde, bu mübarek Rabiul Avval oylarida hammamizni ham erta tonglardan, uzoq yaqinlardan bosib kelgan qadamlarimizga Alloh qiyrat ajru hasanatlarni Alloh ato etsin. Alloh barchamizni umrimizni uzun qilsin. İmanımızı, e'tiqodimizni hamiz salomat qilsin. Doimo barchalarimizga bebaho bo'lgan ne'mat, Alloh tomonidan beriladigan ne'mat, tansihatlik, salomatlik, xotirjamlik, tinchlik, omonlik ne'matini Alloh hammamizga ham ilohim Alloh o'z ziyodasi bilan bersin. Allohim yurtimizga fayz, baraka bersin. Dinimizga quvvat, musulmonlarga hamisha omad bersin. Azizlar, mana bugun xonadon sohiblari, Sadriddin akamiz, sizu biz azizlarga shukrona ehson dasturxoni yozishlaridan maqsad barchamizga ma'lum, farzandlari ukamiz Sardorbek ukamizni nikoh to'ylarini e'lon qilishlik uchun bugun dasturxon yozishibdi. Allohim bularni qilayotgan ehsonlarni Alloh o'zi qabul etsin. To'ylari qilayotgan farzandlari ukamiz Sardorbekni ham, turmush o'rtoqlarini ham, avvalo yoshlarni bir-birlariga Alloh muhabbatli qilsin, oqibatli qilsin. Bularni bo'ladigan nikoh to'y, nikoh kechalarini xayrli, fayzli va barakotli qilsin. Yoshlarimizni hayotlari doimo tinchlikda, xotirjamlikda, baxt va saodatda, bir ibratlik, bir namunalik oilalardan bo'lib umr guzaronlik qilsin. Alloh yoshlarimizga kelajakda solih farzand ne'matlarini bersin. Bularni tarbiya qilgan ota-onalar, xudo-andalar hamisha ahil bo'lib, doimo farzandlar rohatini ko'rib, piyli badolat bo'lsin. Azizlar, bugün ish kuni. Ana soatlarimiz ham 7 bo'ldi. Oramizda 8da ishga boradiganlar ham bor. Shuning uchun ko'p vaqtlarni olmaymiz. Bugungi qiladigan suhbatimiz, ma'ruzamiz bu oy Rabiul Avval oyi. Bugün Rabiul Avval oyini 8-kunlari. Rabiul Avval oyida Payg'ambar alayhisalom tug'ilgan oylari. Fazilatli oy, barakotli oy. Bu oyda azizlar duolar ijobat bo'ladigan oy ekan. Duo qilishdan charchamaylik. Oramizda kimdir bemordir yoki qavm qarindosh orasida bemori bor. Haqqiga duo qilsin. Kimdir ish yurishmayapti, duo qilsin. Kimdir safar ketmoqchi, duo qilsin. Oramizda kimdir qizini uzatmoqchi, baxtini so'rab duo qilsin. Kimdir o'g'il uylantirmoqchi, baxtini so'rab duo qilsin. Yana kimdir farzand talab, duo qilsin. Yana oramizda kimdir qarzga kirib qolgan, duo qilsin, ibodatda duo qilsin. Bu oy barakotli oy, Rasululloh tug'ilgan oylar. Hashbashlik uchun bu oy ham o'tadi, ketadi. Shuning uchun bu oylarni g'animat bilib, duo qabul bo'ladigan oy ekan, gunohlar kechiriladigan oy ekan, tavbalar qabul bo'ladigan oy ekan. Shuning uchun azizlar, bu oylarni albatta hammamiz g'animat bilmoqligimiz lozim bo'ladi. Endi bugungi qiladigan suhbatimiz Payg'ambar alayhisalomni mo'jizalaridan bir mo'jizalarni men bugun Alloh qodir qilgan bo'lsa aytib sizlarga yetkazgan kishi bo'lamiz. Alloh taolo hosil bo'ladigan savoblardan hammamizni Alloh bahramand etsin. Mo'jiza deb insonni ojiz qoldiradigan narsani mo'jiza deydi. Azizlar,
mo'jiza bu payg'ambarlarga beriladi. Siz bizga o'xshagan oddiy insonlarga mo'jiza berilmaydi. Payg'ambarlarga Alloh taolo mo'jiza beradi. Odam alayhisalomdan to payg'ambar alayhisalomga bo'lgan payg'ambarlar borki, Alloh taolo hammalariga Alloh mo'jiza bergan. Mana Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambar nomi zikr qilingan. Hadis muboraklarida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, 124 ming payg'ambar kelgan dedilar. 124 ming. Payg'ambar alayhisalom bilan Iso alayhisalomning oralarida 571 yil vaqt bor ekan. 571 yil. Ana shunga o'xshagan payg'ambarlar oralarida mana shunaqa yillar bo'lgan. Har bir payg'ambariga Alloh taolo mo'jiza bergan. Har bir payg'ambarni to'g'rida nimaki taraqqiy etgan bo'lsa, Alloh taolo undan zo'rini payg'ambariga berib qo'ygan muqobiliga. Iso alayhisalomni zamonalarida tibbiyot ilmi nihoyatda rivojlangan ekan, tib ilmi. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhisalomga undan zo'rini berdi. O'liklarni tiritiladilar Allohning izni bilan. 1000 yillik o'lik tiritiladi, 1000 yillik. Ana shunaqa shartlar qo'yishadi. Sen agar payg'ambar bo'lsang, bizga mo'jiza ko'rsat, keyin senga ergashamiz, keyin senga iymon keltiramiz deb shart qo'yishadi. Payg'ambar alayhisalomga ham shart qo'yishdi. Mana shu oyni ikkiga bo'lib bergan. Keyin biz iymon keltiramiz işte. Oy tasavvur qiling. Yerdan kichkina bo'lsa ham qazilayotgan narsa emas. Katta narsa. Shu oyni Allohning izni bilan ikkiga bo'lib bersam iymon keltirasizlarmi dedilar? Ha, keltiramiz. Oyni ikkiga bo'lib berdilar, bari iymon keltirishmadi. Bu Muhammad bizni ko'zimiz sehr qildi, bizni ko'zimiz shunday ko'rinadigan qilib qo'ydilar. Ha, vaqtdan o'tib Hindistonda bir butxona qurilgan ekan. Hindistonda butxona bor ekan. Shu butxona qachon qurilgan ekan deb arxivni qidirsa, arxivdan chiqib kelgan ekan. Bu butxona oy 2 ga bo'lingan kechada qurilgan deb qolib ketgan ekan, yozib qaranglar. Bu ham Payg'ambar alayhisolamning mo'jizalariga bir dalilda hujjat bo'lib turibdi. Demak, har bir payg'ambarning zamonasida nimaki rivojlangan bo'lsa, Alloh taolo undan zo'rini beradi. Payg'ambar alayhisalom zamonalarida she'riyat, arablarning orasida she'r aytishlik nihoyatda kuchayib ketgandi. Balog'at, fasohat juda kuchli edi. 360 ta qabila bo'lgan arablar, 360 ta. Shuning uchun Ka'bani atrofida, Ka'bani ichida 360 ta but bo'lgan. Har bir qabila o'zi uchun bitta olib kelib, haykalni olib o'rnatgan. Shunga vaqt-vaqt bilan kelib ibodatini qilgan, jonliq so'ygan, qurbonlik qilgan. Ana shu 360 ta qabila ichida shoirlari bo'lgan. Bular musobaqa o'ynashgan. Musobaqada qaysi qabilaning shoiri yutib chiqsa, o'shaning she'rini Ka'batullohning devorlariga osib qo'yishgan. Fahmlashgan. Ular shunaqa she'rlarni to'qishardiki, o'sha to'qigan she'rini old tomondan o'qisangiz ham o'sha ma'noni beradi, teskariga o'qisa ham o'sha ma'noni beradi. Shunaqa she'rlar aytishardi. Oddiy she'r bo'lmasdilar. Ana Alloh taolo undan zo'r nimani berdi? Qur'oni Karimni berdi. Qur'oni Karimni berdi. Qur'ondagi eng kichkina sura Inna a'toyna Kavsar surasi. Butun hamma qabila yig'ilganda ham, butun yer yuzi yig'ilganda ham bitta Kavsar surasiga o'xshab bir narsa o'qib bera olmaydi, aytib bera olmaydi. Ana bu Qur'on mo'jiza. Qur'on ichida u katta sir-sanoatlar turibdi. Uni ochib beradigan olimlar kerak. Ulamolar kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib borganlardan keyin birinchi qilgan ishlari
masjid qurdirdilar, masjid. Bu masjidni ichidagi ustunlari xurmo daraxtdan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har juma namozi chiqqanlarida shu ustunlardan bir ustuni xoslab doim shu ustunga suyanib xutba o'qirdilar. U vaqtlarda hozir mana masjidga kelganimizda minbarga imom chiqib xutba o'qib beradi. U vaqtda unaqa minbar yo'q edi. Hali odatga rasm kirmagan holat edi. Payg'ambar alayhisalom haligi ustunga suyanib xutba o'qirdilar, Allohning zikrini qilardilar, va'z qilardilar. Shundan shu ustun bahro olib turardi, rohatlanardi. Kunlardan bir kuni sahobalardan Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar siz xo'p desangiz, siz rozi bo'lsangiz, sizga bir minbar qilib bersak, shu minbarga chiqib xutba o'qib bersangiz, sizni ko'pchilik ko'rardi" dedilar. Ko'pchilik sizni ko'rardi dedilar. Payg'ambar alayhisalom ma'qul bo'ldi, rozi bo'ldilar. Keyingi jumaga minbar tayyor bo'ldi. Mana masjidga kirganimizda mehrob, imom namoz o'qiydigan joy mehrob deydi. Mehrobning o'ng tomoniga haligi minbar qo'yildi. Ana shu kundan boshlab masjidlarga minbar qo'yishlik odatga kirdi. Ungacha yo'q edi. Payg'ambar alayhisalom juma kuni chiqdilar. Chiqdilarda haligi ustunni oldidan yurib o'tib ketdilar. Doim suyanib o'qiydigan ustunni oldidan o'tib ketdilar yurib. Borib minbarga chiqdilar. Minbarga chiqib endi xutba o'qiyman degan paytlarida haligi ustun qimirlashni boshladi dedilar. Keyin ingradi. Hali o'tbetingizni urib olsangiz, og'irligiga chidolmay ingraysiz. Og'riq kuchaygan nima deganligi uchun. Ustidan ingradi. Keyin yig'ladi. Yig'laganda ham chaqaloq bola yig'lagandek o'ksib yig'ladi. Keyin yig'ini ovozi balandlashdi deydilar. Bu hadis Imom Buxoriydan rivoyat qilingan. Imom Buxoriydan. Bu hadis mutawatir deyilibdi. Mutawatir. Chunki jumaga mingdan oshiq jamoat kelgan ekan, jumaga mingdan oshiq. Mingdan oshiq jamoat kelib bu holatga guvoh bo'ldi. Bu hadisni ko'pchilik rivoyat qildi, shuning uchun mutawatir deyilibdi. Domla gapiraveradi, bu hikoya bu. Ertay desa, bu kufr keltirib qo'yar ekan. Dindan chiqib ketishi mumkin ekan. Xuddiki Allohning bir oyatini inkor qilgan odam dindan chiqib ketadi. Xuddi shunga o'xshagan bu hadisni kim inkor qilsa, dindan chiqib ketadi. Har yig'lagan sari ustunda o'tidan, betidan tirs etib yorilardi. Payg'ambar alayhisalom minbardan zudlik bilan tushdilarda, xuddi ona bolasini ovutgandek ustuni quchoqlab ovutdilar. Bu ustunning laqabi Hannona bo'lib qolgan ekan. Hannona degani yig'laguvchi degan. Hannona yig'lamagin deb ustunni ovutib boshladilar. Va sahobalarga aytdilarki, bu Hannonani, bu jonsiz ustunni nima uchun yig'layotganini bilasizlarmi? Men doim jumaga chiqqanimda shu ustunga suyanib xutba o'qirdim, Allohning zikrini qilardim, ma'ruza qilardim. Bu shundan rohatlanib bahra olib turuvdi. Bugun mana shu narsa bo'lmaganligi uchun, bugun mana shu ustundan men uzoqlashib qolganligim uchun bu ustun shunga yig'layotdilar. Jumaga kelgan sahobalar hammalari buni eshitganlaridagi hammalar ovoz solib yig'lashdi. Azizlar, Payg'ambar alayhisalomdan 3000 dan ortiq mo'jiza ko'rsatgan ekanlar, 3000 dan ortiq. Sahobalarga bu narsa oddiy holatdek ko'rinardi. Mo'jizalarni ko'rganlardagi oddiy holat bo'lib qolgan. 3000 dan ortiq
mo'jiza ko'rsatgan ekanlar. Masjidning ichi yig'iga turdi. Hammalari yig'lashdi. Va payg'ambar alayhisalom aytdilarki, agar men hozir bu ustunni tinchlantirmasam, bu ustun qiyomatga qadar yig'lab turadi ekan. Qiyomatgacha yig'laydi. Va Hannonaga aytdilarki, ey Hannona dedilar. Agar xohlasang, seni qaysi bir chorbog'dan kesib olib kelishgan bo'lsa, men yana aytaman, seni olib o'sha chorbog'ga ekishadi. Sen yana ildiz olasan, yana ko'karasan, yana meva solasan, seni mevadan odamlar yana bahra olishadi. Xohlasang. Agar xohlasang, men senga va'da beraman, seni men jannatga ko'chat qilib ekaman. Seni mevadan Allohning do'stlari yeydi. Sen qaysini taniysan deganlarda, Hannona odamga o'xshab gapirdi deb, hali ustini yonib turgan sahobalar guvohlik berishyapti. Biz eshitdik shuni deyaptilar. Odamga o'xshab gapirdi Hannona. Hannona aytdiki, "Ya Rasululloh, men abadiy bo'lgan jannatni xohlayman. Meni mevamdan Allohning do'stlari ish xohlayman" deb jannatni tanladi dedilar. Azizlar, Hasan Basri rahmatulloh alayh ushbu hadisni aytgan paytlarida doim yig'lar ekanlar Hasan Basri. Hasan Basri tobiin bo'lganlar. Sahobalarni ko'rgan kishi tobiin. Doim yig'lar ekanlar. Yig'lab turib aytar ekanlarki, bir jonsiz ustunki payg'ambar alayhisalomdan uzoqlashib qolganligi uchun yig'lagan bo'lsa, biz ummatlar o'lguncha yig'lasak, bu oz, bu kam degan ekanlar. Shuning uchun bu oylarni biz g'animat bilib, xayrli, savobli ishlarni ko'proq qilaylik. Savobli ishlarga savobni ko'paytirib beradigan oy ekan. Bitta savob ish qilsangiz, savobini Alloh ko'paytirib berar ekan bu oyda. Fazilat mana shunday. Bu oyda payg'ambar alayhisalom ko'proq salovat aytaylik. Mana 5 vaqt namozimizda tasbih aytamiz. Nega? Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor. Payg'ambar alayhisalom muborak hadislarda aytdilar, o zikr bobida keladi. Namozdan keyin kim Allohni 33 marotaba poklasa dedilar. Ya'ni subhanalloh desa, kim 33 marotaba Allohni ulug'lasa, Allohu akbar, Alloh ulug' desa, kim 33 marotaba Allohga hamd aytsa, alhamdulillah desa, Alloh hamd bo'lsin desa Allohga. Va 100-siga 99 ta bo'ldim, 100-siga la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulk va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir desa, agarchi gunohi dengiz ko'pigicha bo'lsa Alloh kechiradi. Shunga bizni namozlarimizni shu kalimalar tasbihlar qo'shilib qolgan. Mana shu hadislarni olganmiz. G'animat bilganmiz. Bu tasbihlar faqat bizning yurtlarimizda aytiladi azizlar. Va arab diyorlarida buni tasbih etmaydi ular. Namoz o'qib ketaveradi. Shuning uchun Arabistondan kelgan mehmonlar kelgandan keyin masjidlarga borib ibodat qilib, bizni qilayotgan ibodatlarimiz ko'rib havas kelgan ular. Havas kelgan shu birodarlarimiz aytib berishdi. Arabistondan kelgan mehmonlarni biz masjidlarga olib aylantirdik. Masjidlarimizni ko'rib havas keldi, to'g'ri-to'g'rilarimizni ko'rib, bunaqa to'g'rixona bizda ham yo'q. Bunaqa to'g'rixonachilik bu qog'ozlar bizda yo'q bunaqa narsalar. Bunaqa tasbih aytishlar bizda yo'q. Buni mahkam ushlaylar, buni g'animat bilinglar. Bu namozdan keyin o'qiladigan bu Qur'onlar, zikrlar bizda yo'q. Buni mahkam ushlaylar dedilar. Ba'zi bir hozir chalakam chakka o'qib olgan, biror narsa o'qib olib turib, bu Rasululloh qilmaganlar, bunaqa narsalar yo'q deb tasbih ham etmaydi, Qur'onga ham quloq solmaydi, ko'chaga chiqib gap sotib turadi. Vaqtini ketkazyapti. Orada fitna chiqaryapti. O'shalarga fitnachilarning gapiga yurib qo'ymasligimiz kerak. Ergashmasligimiz kerak, hushyor bo'lishimiz kerak. Ana shu tasbihlarni aytmagandan keyin yana ozgina vaqtimiz bo'lsa, ummatda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb qo'ydik, ummatda qiyin emas.
Hali ba'zi aytadi, domlalar tasbih qilib bo'lgandan keyin yana o'tirib nimalar zikr qiladi deydi. Domlalar o'tirib, ummatda Allohumma solli ala sayyid Muhammad deb payg'ambar alayhisalom nima salovat aytib qo'yamiz. Nega? Bu ham hadislarda kelgan. Kim menga bir marta Allohumma solli ala sayyid Muhammad desa, uni haqqiga maloikalar 10 marta haqqiga duo qiladi payg'ambar alayhisalom. Kim 10 marta aytsa maloikalar 100 marta dedilar. Kim 100 marta aytsa maloikalar 1000 marta. Kim 1000 marta aytsa maloikalar 10.000 marta. Kim 10.000 marta aytsa maloikalar 100.000 marta. Kim 100.000 marta aytsa agar gunohi dengizi ko'pligicha Alloh kechiradi degan ekan. Shuning uchun bu kunlarni mana shunaqa nimalarni biz qadrga yetishimiz kerak azizlar. Ketsa ozgina vaqt ketadi. Ko'p vaqt ketmaydi. Qalbimiz, tilimiz Allohni zikri bilan Payg'ambar alayhisolot aytib yursak, shu bizga qalbimizga, tilimizga ham singib qoladi. Ketar chog'imizda ham Alloh tilimizni chiqarib qo'yadi keyin. Hali xalqda gap bor. Qozonda bor cho'michga chiqadi deydi. Qalbimiz qozon bo'lsa, tilimiz cho'mich. Qalbimizda nimaga muhabbat bo'lsa, ketar chog'imizda Alloh tilimizni chiqarib qo'yadi azizlar. Shuning uchun mana shu kalimalarni, bu oylarni g'animat bilaylik. Yaxshi, xayrli, savobli ishlarni qancha ko'p qilsak o'zimiz uchun yaxshilik. Alloh taolo hammamizdan o'zi rozi bo'lsin. Xonadon sohiblarini qilgan ihsonlarni Alloh qabul etsin. Farzandlarni qo'sha qarishsin. Bu xonadonga kelayotgan yangi kelinlarni Alloh qadamini qutlug' qilsin. Fayzli, barakotli qilsin. Xudo andala doimo ahil bo'lsin. Hamisha farzandlar rohatini ko'p fe'li badolat bo'lsin. Azizlar, hozir bir kalima Qur'on o'qiymiz. Keyin taomlar tortilib bo'lgandan keyin har bir dasturxon sohiblari o'zlarimiz duo qilib, uy-uyimizga, ish-ishimizga bexijolat mashg'ul bo'laveramiz azizlar. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhabas sa'ir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allah subhanahu va taolo ushbu o'qilgan muborak kalomingda qilinayotgan shukrona ihsonlardan hosil bo'ladigan savoblardan avvalo xonadon sohiblarini, o'zlarini, oila a'zolarini, mana shu ihsonga xizmat qilayotganlarni va xonadon sohiblarini hurmat qilib, oqibat qilib uzoq yaqindan kelgan barcha mehmonlarimizni, xudo andalarini, to'ylari bo'layotgan farzandlarini va xonadon sohiblari tomonidan o'tganlar, yo'ldosh odamimizni, Xatam dodalarini, Dilbarxon onaxonimizni, ular tomonidan o'tib ketgan ota avlod, ona avlod, ahli ayollar tomonidan, xudo andalar tomonidan duo umtayotgan barcha marhum marhumalarning Alloh savoblardan bahramand etsin. Alloh xonadon sohiblari, xonadonlariga, kasbkorlariga, dasturxonlariga fayz baraka bersin. Bugungi bu dasturxondagi noz ne'matlarni tayyorlagan xonadon sohibalari, onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, oshpazu, choypazu, novvoylarimiz, yugurib yerib xizmat qilgan aka-ukalarimiz, ovozlarimizni yetkazib turgan, video tasvirlarni olib turgan hammalarni Alloh qalblaridagi go'zal maqsadlarga yetkazgan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar bi fazlika va karamik bi rahmatika ya arhamar rohimin. Salom.
إلى حرامه
Shunaqa bo'ladi endi. Farzandlaringiz baxtli bo'lsin, umidi baxtli bo'lsin. O'sha qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat Rom خودن داده
Shoazim amaki. Rahmat, Alloh vaqtli saodatli bo'lsin. Sho'xudin tog'a. Xudo qilinglar. Ana yaratgan Allohim hammamizni tan jonimiz sog' qilsin. Boshla baxtli, saodatli bo'lsin. Xudolar inoq bo'lsin. Topganinglarga Xudo baraka bersin. Bunaqa to'ylarni ko'pini qilib yurishi yaratgan nasib etsin. Xudolarni ko'rishni boring bir-birligiga. Tanishib bir-birlarini bilan. Ilohim qo'sha qilsin, rohatlarni ko'ringlar. Inshaalloh, inshaalloh. Hammaga yaxshi boringlar, kamchilik bo'lsa uzr, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Qo'sha qilsin. Ilohim. Ilohim, yosh qo'sha qarib baxtli bo'lsin, to'ydan yaxshi o'tkazaylik. Yaxshi navarali bo'lib, keliniga ham qadam qutlug' bo'lsin. Ilohim. Ota-onasi rohatini ko'rsin. Bir kelajagidagi shirin nashaga farzandi bergan haqiqat o'ylagan. Ilohim. Sog' bo'ling. Kelimda otangizga bo'ling. Sog' bo'ling. Oilaga bosh-qo'shuv yurishni Alloh nasib etsin. Salomat bo'linglar. Omon bo'ling. O'tganlaringlar Alloh rahmat qilsin. Rahmat. Xo'p, omon bo'ling. Bu baxtdagi omon bo'ling. Xo'p. Qani sog' bo'lsin. Shuni yo'qmasmi-da? Bizniki shuni yo'qmasmi? Uylarga borardi. Hali gitarani chalib borardi uylariga. Shu chovrada o'tib ketdi. Mana bu uzatdi. Qattiqsan. Osh yedingizmi? Olib bering, yuring. Yo'q. Rahmat. Duo qiling, duo qiling, ilohim. Duo qilarkan. Jigarlardan mehri, muhabbatlar abadiy bo'lsin. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Oxiratlarni omad qilsin. Kimni o'tmagan joyda kimlarni eslamagan. Hammasini Alloh rahmat qilib, qo'ylarga mashaqa boshib to'ydan chiqmasdan ko'rsin. Manalar, domga ketgan. Assalomu alaykum.
Sonda ishlab chiqarish. Ko'rganni so'rashadi. Mamlakatlar borib. Birov o'tiribdi. Bular hammaligi chiroy yoqib topolmaydi mani. Kanima. Bo'lmasa adresim berib qo'yma o'zim borib turaman. Uydan ham chiqib ketganman. Shanga bu. Manda zagram pasport bor. Xarorat beraman. Ancha toshayotgandim. Osh yedingizmi? Yedingizmi? Ha, berdi menga. Menga berdi. Mana. Bunda turibdi mana. Mantı bor yeyman. Yana